Tamam. Başlayalım. Bugünkü dersimiz 34. ders. Lesson 31. Ana 34 dedim. 3 deyince, 30 deyince, 30 deyince, 4 deyince, what are they? What, nime, are bulsa, they, ular, doing, kılatıdı. Neymiş kılatıdılar? Cooking, sleeping, shaving dedi bu. Sözlüklerin bir külüyle. New words and expressions. Sleep deyince, sleep, uxlaş deyince, pile bu. Sleep. Sleep. What are you doing? Atılsa, I am sleeping. Ne uxlavat demek. Tamam. Sleep. 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 Uxlaş. Shave. Shave deyince, sakal eriş deyince. Sakal eriş. Shave. Shave. Yüzünü kırış deyip durma. Shave. Sakal eriş. Shave. 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 Cry. Cry deyince jığlaş deyince. Cry. Jığlaş. Don't cry. Yığılma. Cry. Cry. Wash. Wash deyince jumak deyince. Jumak. Wash. Jumak. Wash. Jumak. Yani mingish muşu wash'ın işte sana burada. Ano no modification again işte de remove da bir şey de. Wash deyince juish yani kazan kumuşlarını kaç kuşlarını juish. Mesela kır yuş makinesi gibi washing machine değil. Washing machine. Bana ayıncı gelip washing machine değil. Wait. Saklaş deyince. Wait. I am waiting you. Men siz ne? Yani men sizlerini saklavatım. Jump. Jump degan sekrash deyince. Jump. Jump. Ja. O'qisanglar ja. Jump. 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 Sekrash deyince. Don't jump in my house. Sekrime mening uyamda. Mening uyamda sekrime deyince. Kalan sözlük tekstler olman meşgullerine görüntüle. Where are they going? Ular neymiş kıladı? They are what are they going? Deyendikin soğandikin they are depla are not they not they are they are cooking. Ular tamak kıladı. They are sleeping. Ular uxlavadı. They are shaving. Ular saklayavadı. They are crying. Ular yıklavadı. They are eating. Ular yavadı. They are typing. Ular geçivadı. Xetmesavadı. They are doing. Ular kılavadı. Yani tapşırık işledi. Samayalik doing deyen gep tapşırık işleş kildi. Tapşırık işleş. Kildiğin gep doing. Yagımız ular kılavadı sana. Ular kılavadı. Yani ular kılavadı diyecek Uyghurca pek anlaşmadı. Anlamaya akırıp Marian kutulur turdu. Xetici toş kılıp Xetici diye yagımız tapşırık işledi deyendik. Tapşırık işledi deyen yani süpürek kildi. Ama doing deyen. Washing. They are washing. What are they doing? Ular neymiş kıldı? They are washing. Ular juada deyen. Kaç kuşlarını taxtlarını juyuttu. They are flying. Ular uçuyordu da ama kuşlarını ekti. They are flying. They are walking. Ular ne havadı da yani görünüyorsun. They are waiting. Ular sakladı ne de? Bus stop. In bus stop. They are jumping. Ular sekre havadı da. Complete the sentence. Cümleden tamamlandı. Example take. Take. He is taking his book. Take deyince almak deyince. Almak. He is. Bu elevatıda. Bu bolsa taking. Elevatıda nimini? His book. Yüzünün kitaplarını elevatıda deyince. Eğer de tuğmana. Eğer fiilinin ahiri i bilen ahirlaşsa bu özgege vaqtda i'ni tushirib qo'yib, undan keyin ayinga qo'shib, tushungan deb bo'lgan gaplar bu. Typing. Making. Yani i bilen ahirlashgan, ammo talaffuz chiqmagan bo'lsa, shularni i'ni tushiribla ayinga qo'shimiz deb bo'lgan. Shuni typing, making, shining, giving deb asan qo'yiladi. Writing questions and answers dedi. Yani bunun o the children looking at the boats on the river. What are the children doing? Ballar neymiş kaldı? They are looking at. Ular qaravatıdan nimege? The boat. Kemiga nadiki? On the river. Deryadiki.
And the man cooking a meal. Mana says, what are, because what is the man? What is the man? What are nimiz qoldi? Endi men deb to'maydi. Bu endi arnalmiz endi. Ko'plik bo'lsa arnalatib-ku. Agar men bo'lgan bo'lsa, ma bo'lgan bo'lsa, what is the man deb qoldi. What are the men doing? O er nimiz qoldi? The man, o erlar nimiz qoldi? O erlar nimiz qoldi? The man are cooking a meal. Tamak pishiradi, tamak, a meal. Yana bir vaqt tamak qiladi. Tamak qiladi degan. Meal degan, tamak. They sleeping. Ular uxlayotdi degandek ma'nolar. Balkim uni yana kirib bo'ldi. Endi 34-chi betda ko'radigan ko'p narsalar yo'q. What are the men doing degandek. U erlar nimiz qoldi? The men are cooking or activity. And cooking a meal, doing daily. Aşağı to'shqolasan bo'ldi. Bu misollar asan. ING'ni mashq qilish, ING aylantirishni mashq qilishdan talab qilingan bu. 35-darsga. 35-darsdan keyin over village. Over degan bizning degan gap. Village degancha kenat degan gap. Bizning kenat, ya'ni bizning yeza degan. Endi yezadek, yeza desam bo'ldi, kenat desam, kenat yezdimi kerak bo'ladi bu kenat. Unda mahalla bizning o'ltiraq mahallamiz degan. Buni sözlükleriga bir qaraylik. Fotograf dedi. Fotograf degan rasm deydi. Yana fotoaparat qaraysan deydi. Fotograf. Village degan gap kenat degan gap. Kenat mahalla degan ma'noda bor. Veli degan gap tog' qaptili degan gap. Veli tog' qaptili. Ya'ni tog' qaptili. Jilg'a deb qo'ydik biz. Jilg'a deb qo'yamiz. Jilg'a. Tog'ning ustidan suv tushgan vaqtda u yoq shakllantirilgan ichki qirg'oqqa egiz tog'lar shakllangan asti cho'nqur bo'lgan arliqlarni jilg'a deb taqabdi. Bitivin degan gap arista degan gap. Bitivin arista. Hill degancha tog' degan gap. Hill degan tog' degan. Endi bu kichik tog'larni ko'rsatadi. Mountain degan gap tog', ya'ni buyuk tog'lar. Masalan, Tang tog'larni, Kyulin tog'larini, Pamir tog'larini mountain deymiz. Biz hill demaymiz. Hill demaymiz. Mountain, ya'ni cho'ng tog'lar ular. Ma kichik tog' yana dong, egiz bir dong, Aqsu, Qashqarning Aqsu bog'ichi bir ikki tog'ning kichik tog'ning orasida ikimiz. Bir orliqda turgan gap. U tog'ning bek cho'ng emas, ya'ni uzunlik chiqsa 1 kilometr chiqmas endi. Kamiki 500 metr chiqadi endi. 500 metrlar chiqadi. Başta kichik tog'larni hill deydi. O büyüklerini çoğunlarını mountain deymiz. Mountain. M-O-N-U-N-T-A-I-N. Mountain. Büyük tağlar. Another degan gap başqa birisi, yana birisi degan gap. Başqa biri, yana birisi degan ma'nolar bor. Another. Birisi. Wife degancha ayol degan. Ayol, xotin. Rafiqasi degandek. Long degan gap. Long degancha bo'ylab menish degan gap. Long bo'ylab menish. Along the river sana daryo bo'ylab menish. Bank degan banka degan ma'nosi bor. Endi miyada bank degan qirg'oq degan ma'nosi chiqadi. Dengiz qirg'oqda. Dengiz qirg'oqda. Bank. Yana birisi bank degan gap chiqadi. Bank degan ma'nosi bor. Banka. Yezilik bankisi, taraqqiyot bankisi degandek. Bank. Ana bank degan yana bir narsa qirg'oq degan narsa. Water degan gap. Buni bilasizlar, suv degan gap. Water. Suv. Ichadigan suv deysizlar. Water. Dengiz suvidan suvdan ko'zlar. Swim degan gap, uzish degan gap. Swim, uzish. Bu bir qadam chiqib bo'lgan degan swim, uzish degan. Building degancha building degan qurilish degan gap. Ya'ni yasayotgan qurilish degan gap. Yasayotgan bino, yoki buyuk qurilishlarni ko'rsatadi. Cho'ng binolarni ko'rsatadi. Park degan bog'cha degan gap. Yana bir ma'nosi park deganniki mashina to'xtash nuqtasi degan o'rin degan gap. Mashina to'xtash maydoni degan ma'nosi bor. Endi niyadik ma'nosi bog'cha degan narsa. Park. Into deymiz. Into.
Kichik kirmak, kirmak. Tekstlarga bir qarab qo'yib, bu tekstlar nimdan chiqadi o'qining. Overvillage dedim, bizning kentimiz dedim. This, bu bo'lsa is a photograph of Overvillage. Bu fotograf bo'lsa, ya'ni birinchi rasmdagi bu fotograf bo'lsa, bizning kentning rasmi dedim. Overvillage is in a nima u? Valley dedim. Is a valley. Ya'ni nadikin Overvillage bizning kentimiz, bizning mahalla yaqinimiz bizning kentimiz bo'lsa, in yerda o bir valley, ya'ni bir tog' qaptining ichida, mana ikki tog'ning orasidagi qaptal bor, ya'ni jilg'a deb bunga qarasang rasm qo'ysang ikki tog'ning orasida keltirdi, ikki tog'ning orasida degan tog' qaptilda deydi. It u bo'lsa, nima mavid kentni ko'rsatadi, kentning anamsha mava. It is between u bo'lsa o'ttirisda, nimni o'ttirisda? Two hills. Ikki kichik tog'ning o'ttirisda dedim. Ikki kichik tog'ning o'ttirisda dedim. The village is on a river dedim. Bu kent bo'lsa on a river, ya'ni dengizning ustida, dengizda demak. Ya'ni biz demakchi bu kentda bir bu kent bo'lsa is on a river, ya'ni dengizniki yuqori tarafida demakchi, yuqori tarafida. Here is another photograph. Ikkinchi qarsanglar, ikkinchi rasm qarsanglar. Here is another photograph. Bu yerda another degan gap men. Yana bir fotograf, yana bir degan. Bu yerda bo'lsa, yana bir fotograf bor. Yana fotograf kim bu? Of the village. Yana shu kentning rasmi. Of the village. Yana kentning rasmi. Bu yerda yana bir rasm bor. Demakki, kentning yana bir rasmi bor demakchi. My wife, mening ayolim, and am I are ayning kendidan arkatdigo deb o'diqib ketmasligim kerak bu yerda. Ayning kendidan arkanmaydi, ammo bu yerda my wife deb mening ayolim va men deb ikkisi biriktirib ko'pliklab ketganlik uchun bu yerda arkaldi. Shunga ayning kendidan arkat deb xato tushunasizlar mumkin. Bo'lish kerak. My wife and I deganniki VP ismi argan. My wife and I are walking. Mening ayolim va men bo'lsak, mengayotimiz. Along the banks. Along bo'ylab, nani? The banks. Qirg'oqlarni bo'ylab. Nimning qirg'oqlarini? Of the river. Daryoning qirg'oqlarini bo'ylab mengayotimiz deydi. We are biz bo'lsak on the left. Left degan sol qirg'oqni ko'rsatmaydi. On the left, ya'ni solda, biz solda. There is a boy. There is a boy. There is a bar a boy. Bir o'g'il bola in the water. Suvda bir o'g'il bola bor dedim. He is u bo'lsa swimming. Uzib o'tadi across the river dedi. Across degan nima? Kesib o'tmoqda. Dengizni kesib o'tib, dengizda river. Yani daryoni kesib o'tib uzib o'tadi. Yani dengizda o daryoda u ham bilan itib uzib o'tadi degan. Dengizni kesib, daryoni kesib itib uzib o'tadi. Uchinchi rasm keldik. Here is yana bor dedi. Bu yerda bo'lsa another photograph. Yana bir fotograf bor dedi. This is bu bo'lsa the school building. Bu bo'lsa bir maktabningki binosi dedim. It is it deganimniki school building alinishi. U bo'lsa beside a park. Beside degan nima degan gapda? Beside. Beside degan gap yan tarafida degan gap, yan tarafida. It is beside the park, ya'ni bog'chiningki yan tarafida. Bog'chining qarsanglar mayda
nima bakken, maktab bakken, ma saat qilib, ikki darajasi bor. Unga nima yo'llanma atrofida bog'cha bor ekan. The park is bu bog'cha bo'lsa on the right. Bu bog'cha bo'lsa o'ng tarafda dedi. O'ng tarafda. Some children ba'zi bolalar bo'lsa coming kelyotidi out of the building. Ya'ni binodan chiqib kelyotidi degan gap. Mana coming out of degan gap, out of degan gap chiqish degan gap. Out of degan gap chiqish. Into degan so'z kirish degan gap. Out of so'z chiqish. Ba'zi o'quvchilar chiqib kelyotidi. Nadan? Of the building. Ya'ni bu binodan yana chiqib kelyotidi. Some of them. Yana ba'zilari bo'lsa some of them yana ba'zilari bo'lsa are bo'lsa going kiryotidi. Nega? Into the park. Yani bog'chaga kiryotidi. Ba'zi o'quvchilar bo'lsa qash binodan enib chiqyotidi. Ba'zi yana qolgan boshqa yana ba'zilar bo'lsa ular bog'chaga kiryotidi dedim. Yana bir qatam o'qiyman. This is a photograph of our village. Our village is a valley. It is between two hills. The village is on a river. Here's another photograph of the village. My wife and I are walking along the banks of the river. We are on the left. There's a boy in the water. He is swimming across the river. Here's another photograph. This is the school building. It is beside the park. The park is on the right. Some children are coming out of the building. Some of them are going into the park. Nima kelsak, on degan gap ustida deb turmadi. The village is on a river degani. Ashkenatning endi bir daryo bor degan. Kenat ash daryoninki daryo yanlış tutulan. My wife and I medelijk men bad tushuntirib qo'ygan. Some children are coming out of the building. And come out of degan gap chiqish ekan. Buni boshdan tushuntiribdi. Qolganlari jiq mazmunlar yo'q ekan. Shuni hozir qancha minut bo'ldi? Bir 10 minut demelib qolgandan boshlaymiz endi. Yana bir tushuyda buni kelin chiqani. Masala. Savol bo'lsa javob tutamiz-da, men 1 minut chiqib qo'yaman.